Qanaqa mavzu o'tgan ekanmiz? Shaxs degan mavzuni o'tgandik. Xo'p, Jamoliddin shaxslar necha turga bo'linardi? Shaxslar ikki turga bo'linadi. Ikkita turga bo'linadi. Birinchisi Birinchisi jismoniy shaxs. to'ppa-to'g'ri shaxslar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi qanaqa ekan? Jismoniy shaxs. Jismoniy shaxslar, ikkinchisi Yuridik shaxs. yuridik shaxslar. Yuridik shaxslarning o'zi nechaga bo'linardi? Xo'p, Jamshid. Ikkiga bo'linadi. Birinchisi tijoriy, to'ppa-to'g'ri. Ikkinchisi notijoriy tashkilotlar. Jamoliddin notijoriy tashkilotga bitta misol ayting. Notijorijga muassasa. Muassasa, to'ppa-to'g'ri. Tijoriyga bitta misol ayting. Magazin, to'g'ri, savdo do'koni desa ham bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, tijoriy foyda olishni o'zini asosiy maqsadi qilardi. Notijoriy foyda olishni o'zini asosiy maqsadi qilmagan bo'lgan yuridik shaxslar bo'lardi. Jismoniy shaxslar nechaga bo'linadi, Jamoliddin? 3 turga. Aha. Fuqaroligi bo'lgan, fuqaroligi bo'lmagan va chet el fuqaro. To'ppa-to'g'ri, fuqaroligi bor, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan, umuman hech qaysi davlat fuqarosi bo'lmagan hamda chet el fuqarolari degan 3 ta turga bo'linar ekan. Demak, shaxslarimizga o'tdik, u bo'yicha ma'lumotlarni o'rgandik. Bugun sizlar bilan ikkita katta mavzuni o'tamiz. Birinchisi nima ekan? Birinchisi jamiyat. Ikkinchisi nima ekan? Davlat. Davlat, to'ppa-to'g'ri. Jamiyat hamda davlat degan mavzularni sizlar bilan nima qilishimiz kerak ekan? Ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Kitoblarni ochinglarchi bitta. Xo'p, bizda asosiy jamiyat hamda davlat degan mavzular 3 hamda 4-darsga berilgan. Jamiyatning ta'rifini kelinglar, birinchi ko'rib chiqamiz. Jamiyat so'zi qaysi so'zdan olingan ekan? Arabcha. Arab tilidan olingan bo'lib, nima degan ma'noni bildirar ekan? Jamoa, birlashgan deb degan ma'noni bildirar ekan. Demak, jamiyat so'zi arabcha so'zdan olingan bo'lib, nima degan ma'noni bildirar ekan? Jamoa, birlashgan degan ma'noni bildirar ekan. Endi jamoa, birlashgan degan ma'noni bildirgani bilan jamiyat bilan jamoa orasida juda ham katta farq bor. Jamiyatning o'zining qonun qoidalari bor. Xuddi shaxs bo'lish uchun, odam insonni ajratib olish uchun biz qonunlarni bitta-bitta ko'rib chiqqandik. Shaxsga alohida biz ta'rif bergandik. Birinchisi, ongli ravishda o'z harakatlarini boshqara oladigan, yuridik majburiyatlarga hamda huquqlarga ega bo'lgan huquqiy munosabatlar ishtirokchisi nima edi? Shaxs edi. Demak, odamlar huquqiy munosabat ishtirokchisi sifatida bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi mumkin. Lekin shaxs bo'lsa, har doim bu huquqiy munosabatlar nimasi bo'lardi? Ishtirokchisi bo'lar edi. Endi jamiyat haqiqatan ham arabchadan so'zdan olingan, jamoa, birlashgan degan ma'noni bildiradi. Kitobingizga qaranglar, mana ta'rifini ko'ramiz, qaranglar, jamiyatni. Kitobga qaraymiz. Xo'p, jamiyat muayyan hududda yashovchi, demak, jamiyat bo'lish uchun ma'lum bir hududi, territoriyasi bo'lishi kerak ekan. Jamiyat bo'lish uchun nima bo'lishi kerak ekan birinchi o'rinda? Hududi bo'lishi kerak ekan. Ma'lum bir hududda yashovchi, qaranglar, ikkinchisi, o'z ehtiyoj va manfaatlariga ko'ra birlashgan. Mana shu hududdagi odamlar o'z ehtiyoj va manfaatlariga ko'ra nima qilish kerak ekan? Birlashishi kerak ekan. Ma'lum bir hududda yashash kerak ekan va o'z ehtiyoj va nimasi uchun? O'z ehtiyoj va manfaatlari uchun birlashishi kerak ekan. Deylik, siz xudo xolasa qaysi universitetga kirmoqchisiz? Yuridik universitetga kirmoqchisiz. Yuridik universitetga kirganingizda nima ish qilmoqchisiz? Niyatingiz nima? Advokat bo'lmoqchimisiz? Nima bo'lmoqchisiz? Prokuror bo'lmoqchisiz, to'g'rimi? Advokat bo'lmoqchi bo'lganlar bormi oramizda? Advokatlik kasbini egallaydiganlar. Deylik, siz advokat bo'lmoqchisiz, to'g'rimi? Advokatlar, deylik, manfaatingiz bor, ehtiyojingiz bor. O'zingizni advokatlar palatasi degan yoki advokatlar jamiyati degan jamiyatingizga nima qilsangiz bo'ladi? Asos solsangiz bo'ladi. Ya'ni jamiyat bo'lish uchun ma'lum bir hududda yashash kerak. Siz yashaysizmi biron bir hududda? Qayerda yashaysiz masalan? Toshkent shahrida, O'zbekiston Respublikasida yashaysiz, to'g'rimi? Demak, sizning ma'lum bir hududingiz bor. Endi o'zingizga mos bo'lgan ehtiyojlari hamda nimasi? Manfaatlari mos bo'lgan ma'lum bir hududda yashaydigan odamlar o'zini nimasiga asos solsa bo'lar ekan? O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini, xalqini bitta jamiyat desak bo'ladimi? Kim mana shu savolga javob beradi? O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini, O'zbekiston Respublikasi xalqini bitta jamiyat deyish mumkinmi? Nima deysizlar? Butun bir aholimiz, 38-40 millionga yaqin aholimizni bitta jamiyat deyishimiz mumkinmi? Nima deb o'zingiz fikringizni aytavering, bemalol. Albatta mumkin. Sizchi, siz nima deb o'ylaysiz? Mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emas.
Ya mumkin emas, ha? Kimdirlar mumkinmi, mumkin emasmi? Nima? Bir mumkin deysiz, bir mumkin emas deysiz. Aholiga istingiz bormi? Xo'p, xullas O'zbekiston tasavvur qiling, mana shu to'rtburchak O'zbekiston Respublikasi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ey, tasavvur qilyapsizmi? Mana shu to'rtburchak O'zbekiston Respublikasi. Bunda nechta aholi bor? 38 million aholi bor. Demak, 38 million aholini, xalqimizni ma'lum bir hududda yashaydi deb hisoblasak bo'ladimi? Bo'ladi, chunki O'zbekiston Respublikasi o'zining hududi, o'zining territoriyasiga ega, to'g'rimi? Ya biz oyda yashamaymiz-ku, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi. 38 million aholi bor ekan, bitta hududda yashar ekan. Bizning ehtiyoj, manfaatimiz nima deb o'ylaysiz? Davlatimizni rivojlantirish, to'g'rimi? Huquqiy davlat yaratish, to'g'rimi? Demokratik davlatga asos solish, fuqarolik jamiyati asoslari bo'yicha davlatimizni yuritish, to'g'rimi? Demak, manfaatimiz, ehtiyojimiz bittami? Baribir siz ham davlatni rivojlantirmoqchimisiz? To'g'rimi? Siz ham davlatni rivojlantirmoqchimisiz? Siz ham davlatni rivojlantirmoqchimiz, uni huquqiy davlatga aylantirmoqchimiz, uni demokratik, yanada demokratlashtirmoqchimiz. Xullas, mana shunaqa ehtiyoj, manfaatlarimiz bor, to'g'rimi? Demak, biz ham bitta jamiyat desak bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining umumiy keng ma'noda bitta jamiyat desak bo'ladi. Ana advokatlar kichkina tor doiradagi jamiyat bo'lsa, bu keng doiradagi jamiyat desak bo'ladi. Baribir huquqlarimiz, manfaatlarimiz, ehtiyojlarimiz bitta bo'lgandan keyin aholi ko'pmi, kammi farqi yo'q, bitta jamiyat bo'lib ketaveradi. Xo'p, o'zi umuman jamiyat paydo bo'lishini mana kitoblaringda ibtidoiy jamoat davriga bog'lanyapti. Eski paytda odamlar mana haqiqatan ham to'g'ri. Mana odamlar g'orlarda yashagan, to'g'rimi? G'orlarda yashagan, ularning ehtiyoji, manfaati nima bo'lgan? Nima deb o'ylaysizlar? Ov qilish, dehqonchilik qilib qorin to'ydirish, o'sha farzandlariga deylik, masalan, qaysidir bir ma'noda ozuqa berish, ya'ni farzandlarni qorin to'ydirish. Bitta alohida yashagan odamdan ko'ra g'orda ichida jamoa bo'lib yashagan odamlarni, jamoani koeffitsiyenti balandroq bo'ladi, to'g'rimi? Kimdirlar ov qilishga ketgan paytda qolganlar dehqonchilik qilib turishi mumkin. Kimdirlar masalan narsalarni yig'ishtirib, dehqonchilikda hosilni yig'ib oladigan payti kimdirlar idish-tovoqlarni yuvish, ovqat qilishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni mehnat taqsimoti asosida jamoa o'zini foydasiga ish hajmini bir necha barobar ko'tarib yuborishi mumkin. Lekin odamlar o'zi alohida yashaydigan bo'lsa, siz bilan men tasavvur qiling, aka-ukamiz, ota-onamiz bor, to'rttalamiz yashayapmiz. To'rttalamiz qiladigan ishdan ko'ra jamoa qiladigan ish ancha balandmi, sermahsulmi? Xuddi shunaqa paytda odamlar sekin-sekin o'ylagan, to'xta degan, birlashaylik, sen oilamizsan, alohida sen oilamizsan, kelaylik bitta birlashaylikda, g'or topaylik, g'orda ichida yashaylikda, 10 kishi ana ov qilsin, 10 kishi dehqonchilik qilsin, yana 20 kishi boshqa ishlarni amalga oshirsin deb hamma o'zini mehnat taqsimoti bo'yicha ishlarni qilib, sekin-sekin jamoaga birlashgan. Keyin g'ordan chiqqanda ma'lum bir hududga borib, uylar qurib, shaharlar qurib yashagan. Keyin to'xta degan, mana shu atrofimizdagi joylarni biz qo'shib olaylik degan, hududini kengaytirgan. Kengaytirgandan keyin sekin-sekin mehnat taqsimoti kuchayib ketganda, endi o'sha boshqarish kerak-ku. Qabila sardori degan paydo, qabila bo'ldi-da, o'sha bo'la, to'g'rimi? Kengayib ketdi-ku. Qabila sardori paydo bo'lgan, uni o'rinbosarlari paydo bo'lgan deylik. Qabila sardori kohinlarni tayinlagan yoki mehnat taqsimoti bo'yicha kim ov qiladi, kim mana shu ish bilan shug'ullanadi, kim dehqonchilik qiladi, hammasini bo'lib bergan. Sekin-sekin kengayganda to'xta degan, men qabila degan sal kuchsizroq qabila bor ekan degan. Yuringlar shularni bosib olamiz degan. Mana yana bitta qabilani o'ziga qo'shib olgandan keyin kengayib ketdimi? Tasavvur qilyapsizlarmi? Kengayib, jamiyat sekin-sekin nimaga aylana boshladi? Davlatga. Mana shu uchun ham jamiyatdan keyin davlat kelyapti-da. Ya'ni davlat o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, jamiyat paydo bo'lgan. Avvaliga jamoa paydo bo'lgan, jamoadan keyin nima paydo bo'lgan ekan? Sekin-astalik bo'lib jamiyat shakllana boshlagan. Jamiyat kengroq tushunchada. Har qanday jamoani ham biz jamiyat deb ketavermaymiz-da. Masalan, konsertda ham bitta maqsadda birlashadi. Masalan, Ozodbek Nazarbekov konsert beryapti, tasavvur qiling. Ozodbek Nazarbekov konsertiga 5000 ta odam tushib o'tirdi. Shunda ham jamiyat desak bo'ladimi? Ularning ham ehtiyoji bor, manfaati bor. Ehtiyoji o'sha konsertni ko'rishga ishtiyoqi. Manfaati pul to'lab qo'yganda, hududi ham bor. Ular hammasi O'zbekistonda yashaydi, lekin shularni jamiyat desak bo'ladimi? Nimaga bo'ladi? Bo'ladimi shularni jamiyat desak? Ular jamoa, ehtiyoj, manfaat qanaqa bo'lishi kerak? Uzoq muddatli bo'lishi kerak. Bir to'planib tarqab ketadigan jamoa bu jamoa bo'lib qolaveradi, lekin jamiyat bo'lmaydi.
jamiyat bo'lish uchun uzoq muddatli uni aniq sxemalari, talablari va hokazolari bo'lishi kerak-da. U Ozodbek Nazarbekov konsertiga keldi. Konsertni ko'rib bo'ldi, u siz tanimaysizmi odamlarni? Jamiyat a'zolari birgalikda doimiy harakat qilish kerak. Ular doimiy harakat qilmaydi-yu, to'g'rimi? Juda ko'p savollarga javob bera olmaydi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Demak, jamiyat bo'lish uchun o'zini ma'lum bir talablari bor ekanda. Mana bularni jamiyat desak bo'ladi. Ana ibtidoiy jamoadagi sekin-sekin jamiyat bo'lib shakllandi. Jamiyat qabilalarga birlashdi. Qabilalar sekin-astalik bilan kengayib nimaga oxiri birlashib ketdi? Davlatni shakllanishiga xizmat qilib ketdi. Xo'p, buni kichkina qilamiz. Buni kichkina qilamiz. Qanaqa qilib kichkina qilardik? Yangi stranica ochamiz, xo'p. Hop. Buni kichkina qilamiz. Bu ham turursin bizning oldimizda, to'g'rimi? Orqaga qaytaylik, nazat. Xo'p. Buni chetga olib qo'yamiz. Xo'p, ana endi jamiyat. Kelinglar, jamiyatni bir qator savollariga javob beramiz. Xo'p, kitobimizni ochamiz. Qaranglar, jamiyatga yana ta'rif beramiz. Muayyan hududda yashaydi, deyapti va o'z ehtiyoj manfaatlariga ko'ra birlashgan kishilardan iborat jamoa nima hisoblanar ekan? Jamiyat hisoblanar ekan. Xo'p, Abu Ali ibn Sino o'zini Al-Ishorat va Al-Tanbihot degan asarida jamiyat haqida, inson haqida ba'zi bir fikrlarni aytib o'tgan ekan. Endi biz unga hozir juda bir chuqurlashib kirmaymiz. Biz hozir jamiyatni aniq jamoadan ajratib olishimiz kerak. Jamiyat turli odamlar guruhining oddiy majmui yoki jamoasi emas. Jamiyat murakkab ijtimoiy tuzilma. Birinchisi uni murakkabligi ekan. Ya'ni birinchi belgisi nima ekan? Murakkab. Siz ani konsertdagi odamlar jamoasi murakkab jamiyat murakkab emas-da ular. Bugun bor, ertaga yo'q. O'sha 2 soat uchun konsertni ko'rish uchungina kelib turgan odamlar jamoasi. Yoki futbol tomosha qildingiz, futbol tomosha qilib turasizmi? Futbol tomosha qilishga, deylik, masalan, mana Bunyodkor stadioni bor, o'sha Bunyodkor stadioniga bordingiz. Ular futbol tomosha qilish uchungina kelganda, ular murakkab deb bo'lmaydi-da, ular oddiy jamoa ular. 2 soat futbolni ko'radi, bo'ldi, tarqalib ketadi. Tushundingiz-a? Jamiyat bo'lish uchun nima bo'lish kerak ekan? Birinchi sharti murakkab bo'lish kerak ekan. Xo'p, odamlarning o'zaro munosabatlari, aloqalari, mahsuli, odamlarning hayoti, ishlab chiqarish, turmush farovonligini ta'minlovchi istiqbol bo'yicha yaratish va hokazo va ho'j. Mayli, bular kerak emas bizga. Qaranglar, ikkinchisi. Jamiyat bo'yicha ikkinchi biz savolga javob beramiz. O'z ehtiyojlari hamda manfaatlariga ko'ra birlashish kerak ekan. Demak, ularning ehtiyojlari bo'lish kerak ekan. Ehtiyojlari hamda nimasi bo'lish kerak ekan? Manfaatlari bo'lish kerak ekan. Demak, murakkab bo'lish kerak ekan, ehtiyojlari bo'lish kerak ekan, hamda nimasi bo'lish kerak ekan? Manfaati bo'lishi kerak ekan. Demak, jamiyatni bir qator jamoadan farqlaydigan mana shunaqa nimalari bor ekan? Belgilari bor ekan. Xo'p, yana bir qator belgilari bor. Endi kitobda bitta-bitta qidirib o'tirmaymiz. Umumiy aytganda, jamiyat uzoq muddatli bo'ladi, mana. Uzoq muddatli bo'ladi. Uzoq muddatli bo'ladi. Uzoq muddatli bo'ladi. U murakkab ijtimoiy tuzilma bo'ladi. Unda yashovchi, unda o'sha birlashgan jamoadagi aholini yoki o'sha shaxslarni o'zining ehtiyojlari, ya'ni nimalar bo'lar ekan? Manfaatlari bo'lar ekan. Bo'ldi. Jamiyat mavzusi mana shundan iborat. Arabchadan olinganligini bildik, ta'rifini bildik, nima ekanligini bildik. Kim tushunmadi shunga? Jamiyat bilan jamoa farqiga bordingizmi? Sizlar bitta jamiyatmi, jamoami? Ha? Jamoa deganlar qo'lini ko'tarsinchi, sizlarni. Mana shu to'planib turgan mana shu kursiga kelganlar. Jamoami, jamiyatmi? Jamoa. Siz nima deysiz? Jamoa, siz nima deysiz? Jamiyat. Jamiyat. Nimaga jamiyat? Qani, biror bir tushuncha bormi? Jamiyat bo'lish uchun biror bir anaqa bormi? Biz maqsadimiz bor, yurdik. Yaxshi, maqsad bor, yuridiga kirish, xo'p. Keyin uzoq muddat bo'ladi. Uzoq muddat bo'ladi, 1 yillik bo'ladi demoqchisiz. Yana qaysi? Ehtiyojimiz, manfaatimiz bor. Ehtiyojlaring, manfaatlaring bor. Yaxshi, manfaatlaring bor, o'sha ehtiyojlaring bor, yurtiga kirish, huquqiy bilim olish, uzoq muddatli demoqchisizlar. Yana nima dedingiz? Ma'lum bir hududda yashaysiz, to'g'rimi? Yo'q, baribir ham jamoasizlar. Murakkab emassizlarda. Murakkablik xususiyati yo'qda sizlarda. Masalan, yoshlar ittifoqini jamiyat desak bo'ladi. Murakkablik, ularning alohida tuzilmasi bor, ularning alohida rahbari bor. Sizlarning jamiyatda rahbar bormi? O'rinbosarlar bormi? Yo, ma'lum bir ustavlaring bormi? Jamiyat bo'lish uchun, masalan, hozir mana faqatgina advokatlar palatasi emas, boshqa jamiyatlarni ham misol qilib ketaylik. Xo'p, yani kitobimizda qanaqa jamiyat